Bugun xo'jayinimni tug'ilgan kunlari. Ularga qimmatbaho sovg'alar qilolmagan bo'lsam ham chiroyli dasturxon tuzashga harakat qildim. Issiqqina somsa bilan muzlikni okroshka tayyorlab, ko'cha hovlilarni tozalashga chiqib ketdim. Ko'cha hovlilarni tozalab olib, dasturxonni bezatib, xo'jayinim ishdan kelishlarini kutdim. Ular uchun qilgan harakatimdan juda ham xursand bo'ldilar. YouTube'da kanal ochganimga 1 yil bo'ldi. Obuna bo'lganlar soni 797 da bilaman, bu juda ham kam bo'lishi mumkin, lekin ularning borligiga bugun rahmat etmoqchiman. Hattoki mingtaga ham yetolmagan bo'lsa ham sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ham borsizlar. Meni kuzatganingiz uchun bugun rahmat demoqchiman. Men uchun obunachilarimning soni emas, ularning borligi muhim. Kimdir qayerdadir meni kuzatayotgan, eshitayotgan, ko'rayotgan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Benim uchun tayyorlagan taomlarim sizlarga ham yoqdimi? Adasi tug'ilgan kuningiz bilan.